Diqqat qiling, Xitoyda global pandemiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan yangi koronavirus aniqlandi. Bu haqida amerikalik olimlarning tadqiqotiga tayanib The Independent nashri xabar berdi. Yangi koronavirus HKU5CoV2 deb nomlanib, u o'lim holati 34% gacha yetadigan xavfli merbekovirus oilasiga mansub. Washington shtati universiteti olimlariga ko'ra, koronavirusning yangi varianti COVID-19 ga qaraganda ko'proq hayvonlarga yuqishi va turlar orasida tarqalish bo'yicha katta potensialga ega bo'lishi mumkin. Virus oqsil tikkanchalaridagi kichik o'zgarish unga insonning tomoq, og'iz va burnidagi AC2 hujayralariga yopishib olish imkonini beradi. Tadqiqot mualliflaridan biri professor Michael Letkoning aytishicha, virusning inson organizmiga kirish qobiliyatiga ega bo'lish uchun atigi bir qadam qolgan. Biroq hozirda mazkur virus odamlar orasida tarqalganiga oid ma'lumotlar mavjud emas. Ammo olimlar ular ustidan nazorat davom ettirilishi lozimligini ta'kidlamoqda.